Kanadaga o'zimda 100% ishonch bilan kirib kelganman. Chunki ingliz tilini yaxshi bilardim. O'zi kasbim IELTS instruktor bo'lganligi sababdan ingliz tilida muloqotda mendek qanaqa muammo bo'lmaydi deb o'ylaganman, lekin afsuski Kanadaga kirib kelgan kunim bilanoq qovun tushirishni boshlaganman. Kanadaga kirib kelib do'konga chiqdikda, u yerda o'chirib turibmiz va o'sha yerda bir inson menga qarab turib, "Hi, how is going on?" degan ibora bilan mendan nimadir so'radi. Men unga qarab, "I'm going to buy some things for my home" dedim. Shunda u menga jilmaydi-da, teskari qarab ketdi. Tushunmadim nimaga bunaqa bo'lganini. Oradan vaqtlar o'tdi, yana bir kuni shunday bir qiziqarli voqea bo'ldiki, bir inson yo'lda shu mashinasi buzilib qolgan ekan, to'xtadim, unga "Do you need help?" degan savolni berganimda, u menga shunday qaradi. "Can you come and give me your hand?" degan javob bilan qaytardi. Shunda men uni o'sha so'zlarini, o'sha ya'ni kim o'sha "Can you come and give me your hand" degan so'zni eshitdimda, oldiga bordim. Men ko'rishyapti shekilli deb qo'l berib u bilan so'rashdim. Mendan so'ng kuldida u menga aytdi, "No, I need about help" degan javobni qaytardi. Ya'ni ki unga shu yordam kerakligini aytdi. Ana shunda tushunib yetdimki, demakki ingliz tilini faqatgina grammatika uchun yoki bo'lmasam qanaqadir bir qog'oz sertifikatlar uchun o'rganish kerak emas. Ingliz tilini demak hayotda tatbiq qilish uchun, muloqot qilish uchun, demak real hayotda ishlatish uchun o'rganish kerak ekan degan narsani demak o'zimga missiya qilib qo'ydim va o'sha kundan beri deyarli har kuni shu kanadalik insonlar bilan gaplashganimda qandaydir bir yangi iborani o'rganishni o'zimga maqsad qilib qo'ydim. Sizga ham maslahatim, agar ingliz tilini o'rganayotgan bo'lsangiz, demak ingliz tilini muloqot uchun o'rganing, qanaqadir bir sertifikat yoki bo'lmasam qandaydir bir qog'oz uchun emas.